Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz Toshkent shahriga yetib kelganmiz. Ko'rib turgan to'yxonalarga 50 kilovatli quyosh panel o'rnatib beribdi. Akalar, mana yozda zo'r kunlarida, issiq, quyoshli kunlarida oyiga 10 million so'm bemalol mana shu quyosh panelidan daromad qilsa ham bo'lar ekan. Va bundan tashqari, Murod aka, bu quyosh panel mana shu to'yxonani ehtiyojini qondirib bera oladi. 100% ga, to'g'rimi? 100% ehtiyojini qondirib, davlatga to'k sotib, qo'shimcha daromad qilib beradi. Va o'zini oqlaydi ham. O'zini oqlaydi. Mana shu 50 kilovatli quyosh panel siz o'rnatib berishingizga qancha vaqt ketgan? 4 kun vaqt ketgan. 4 kun davomida mana shu holatda o'rnatib ketiladi. Va ko'pchilik savol beribdi-da, shamolda uchib ketmaydimi? Shunga o'xshagan savollar bo'lgan. Shu mustahkam qilib o'zingiz o'rnatib berasizlar. Mustahkam qilib o'zimiz bu tomonlarni inobatga olib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa shamolga mustahkam qilingan. Mana o'zingiz ko'rganingizdek har tomondan taglaridan o'sha nimalar ankerlar urilib taxlangan emas. Ular mustahkam bo'ladi. Bu yerga 50 kilovatli o'rnatilgan. Hozir pastga tushib invertorda ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir ko'rganimizda 42 kilovat olyapti soatiga. Hozir 42 kilovat soatiga to'k berib turibdi. Bu zo'r deganida, to'g'rimi? Ha, soat hozir 3 bo'ldi. 3 bo'ldi. Soat 3 ga nisbatan zo'r ko'rsatkich. Eng pik vaqti o'zi quyoshni 11 dan 1 gacha, 1,5 gacha pik bo'ladi-da. Undan keyin sekin tushishni boshlaydi. Quyosh tikka kelgan vaqtda, to'g'rimi? Shunaqa. Asosan shu kunduzi quyosh borli vaqtda elektr energiya ishlab chiqaradi. Misol uchun mana shu 50 kilovat hisoblaydigan bo'lsak, 10 soat chiqarib bera oladimi elektr energiya? O'rtacha. Yoz vaqti chiqaradi bemalol. Bemalol 10 soat. 40 kilovatdan hisoblaganda ham kuniga 400 kilovat ishlab chiqarishi mumkin. Bemalol. Bemalol. Va endi buni har bir kilovatini 1000 so'mdan hisoblaganda ham 300 ming so'm, 400 ming so'm bir kunga. Ha, yoz vaqti o'rtacha 350 ming so'm pul tushadi. Kuniga pul tushadi. Va hisoblasa 1,5 yilda o'zini oqlaydi. 2 yilda. Shu 16 oyga oqlayapti o'zini. 16 oyda. Tushunarli? Endi aka, obunachilarimizni ko'p kuttirmasdan narxlarni aytib o'tsak, aynan bu joyga qanaqa sistema bo'lgan, qanaqa panel o'rnatib bergansiz va necha bilan qilib berasiz? Bu yerda hozir nimani o'sha to'yxona egalari tomonidan lonji panellari tanlangan. Bularni endi alohida bir talablarini hisobga olib, bularniki 10 ming so'mmasi 170 million so'mga tushgan bularniki. Umumiy hamma xarajatlar. Hamma xarajatlari. 50 kilovatligi. 50 kilovat. O'zi necha puldan boshlab necha pulgacha bo'lishi mumkin? 50 kilovatli bundan arzonroq bo'ladimi? Bu yerda hozir ko'pchilik misol uchun o'zini ehtiyojidan kelib chiqib o'zim o'rnatib olaman deydigan bo'lsa, 10 kilovat narxi 2 million 900 ming so'm, 20 kilovat narxi 54 million so'm, 50 kilovat narxi 149 million so'mga tushyapti. Shunda anaqa hisoblaydigan bo'lsak, 10 kilovat quyosh paneli o'rnatadigan bo'lsak, sizga 2 million 900 ming so'mdan tushadi 1 kilovati. 20 kilovat o'rnatadigan bo'lsak, 2 million 700 ming so'mdan tushadi. 700 ming so'mga tushadi. Qancha ko'p o'rnatsa, narx tushadi. Narx-navo tushib boradi. Har bir kilovatiga. Endi agar bizaga o'sha o'rnatib berish xizmatini topshiradigan bo'lsa, sal narx qo'shiladi. Qancha misol kilovatiga qanchalar qo'shilishi mumkin o'zi? Endi 30% narx qo'shiladi. Kelishilgan holatda, to'g'rimi? Kelishilgan. Manzilga qarab, manzilga qarab, lokatsiyaga qarab o'zgaradi. O'zgaradi. Shunaqa. Hozir Murod aka eng ko'p sotilayotgan, hamma olayotgan panel qaysi? Siz 100% mana zo'r deb tavsiya bera oladigansiz. Endi panelni O'zbekiston sharoitida yomoni yo'q. O'zbekiston sharoitida yomoni yo'q. Endi agar bulutli havoda ishlatiladiganini hisobga oladigan bo'lsak, lonji panellari eng zo'r. Bulutli havoda ham yaxshi edi, bu. Ha, eng zo'r hisoblanadi. Lekin tavsiya beramiz, endi Jinko'ni tavsiya beramiz. Ham arzonroq bo'ladi. Lonjidan kam joyi yo'q. Tushunarli? Xizmat butun O'zbekiston bo'ylab. Butun O'zbekiston bo'ylab. Hamma joyga borib xizmat ko'rsatasiz. Endi hamma ham bunaqa 50 kilovat o'rnata olmaydi. O'sha 10 kilovat o'rnatib berish xizmatlari bilan kelishilgan holatda qo'yib berasizlar. Qo'yib beramiz. Hozir kelgan 10 kilovat o'rnatsa ham daromad qilsa bo'ladimi yoki faqat 50 kilovat o'rnatish kerak daromad qilish uchun? Daromadni 20 kilovatdan boshlasa tavsiya qilamiz. 20 kilovatlik o'rnatsa, demak, daromad qilsa bo'ladi. Bo'ladi. O'rtacha 5 ming dollar ekan, demak. 54 million so'm bo'lsa, 54 million so'm bo'lsa, endi shu 5 ming dollarga bormaydi, 400 dollarga. 4400 dollarga xohlasa shu daromad qiladigan holatga chiqsa bo'ladi. Shunaqa. Shunaqa gaplar, qadrli obunachilar, Toshkent viloyati bu yer, Toshkent viloyati o'sha Qozog'istonda chegarasi tomonga ketishda to'yxonaga o'rnatib berishgan. Keyin Murod aka, umuman daromad qilish, xonadon ehtiyojlari bachakada turib tursin. Ko'pchilik to'yxona ishlab chiqarishlariga qo'ysa, menimcha zo'r oqlaydi. Sababi bironta kunduzda ishlaydigan ishlab chiqarish kuniga 50 kilovat yoki soatiga 50 kilovat yoki 100 kilovatli ehtiyoji bo'lsa, shuni quyosh panelidan oladigan bo'lsa, bu ishlab chiqarayotgan mahsulotning narxiga ham ta'sir qiladi. Shunaqa.
bir 2 yilda o'zini oqlaydigan bo'lsa, keyin siz tekin elektr energiyadan foydalanishingiz mumkin. Mana 16 oyga o'zini oqlaydiganni hisoblaydigan bo'lsak, o'zini puli 16 oydan keyin o'ziga qoladi. Keyinchalik o'zi daromadga o'tib ketadi. Kami necha xizmat qiladi mana shu quyosh paneli qo'yilgan mashina? 30 yil zavod tomonidan kafolat berilgan. Eng kami 20 yil xizmat qiladi. Eng kami. Endi eng kami 15 yilga kafolat berilgan. Hozir mana qo'yildi, temirlari qo'yildi. Buni ma'lum muddatdan keyin mana shunaqa kabellar o'zgartirib turiladimi? Bu kabellarga ham 30 yillik nima kafolat bor. Qaysi bir kabellarni o'zgartirib turish kerak deyilgan edi? Quyosh ko'p tushadigan joydagilarmi? Yo'q. Kabelni endi mana напряжение bo'lmasa, davlat tomonidan to'k kelib напряжение bo'lib, yo bir chaqmoqni ta'sirida, kuchli chaqmoq ta'sirida bir напряжение bo'lib kuyish ehtimoli bo'lmasa, endi lekin quyosh panellariga qo'yilgan o'sha quyoshga ishlaydigan kabellar, PV kabellar bu nima bo'lmaydi. Yemirilmaydi, buzilmaydi, o'sha chaqmoqqa ham uni kuyib ketmaydi. Faqat avtomat ta'sir qiladi, avtomat yonib ketishi mumkin. Kabellar kuymaydi. Xullas xizmat qiladi bular, ha? Faqat avtomatlarga ta'sir qiladi. Tushunarli? Shunaqa qadrli obunachilar, Murod aka bilan bilasizlar, ancha yildan beri hamkorlik ishlaymiz. Quyosh panelini O'zbekistonga birinchilardan olib kelishgan va bundan tashqari hozir quyosh panelidan tashqari yana ko'plab mahsulotlaringiz bor. O'sha dehqonlar uchun yomg'irli sug'orish, tomchilar sug'orish, shunga o'xshagan texnikalarni ham olib berasiz. Havoni tozalaydigan filtrlar. O'rtada rosa trend bo'ldi ular ham qurilishlar. Shunaqa. Xuddi shu apparatlarni ham o'zlari olib kelib, o'rnatib berishadi. Sizga ham quyosh panel o'rnatish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta ishonchli joyda o'rnatishingizni tavsiya qilaman. Ekranda telefon raqamini qoldiramiz.